Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, Vodiy Chorva kanali obunachilari. Bugun 25-avgust 2026-yil Andijon viloyati Asaka tumani Qayravos mahallasida mana shu sizlar ko'rib turgan 3 ta o'ta polvon bo'g'oz simentallarimiz bor. Uchalasi ham deyarli bir xil. Shularning to'liq ma'lumotlarini, narxini aytib o'tgan bo'lamiz. Xudo xolasa fermadan, joydan 100 talik toza qonli simental so'raganlarga oyoq qo'llari butun, sog'lom, yeb turgan 5-6 oylik atrofidagi mana shu uchala simentalimiz sotuvda. Qiziqqanlar bo'lsa, bemalol nomerga aloqaga chiqsanglar, lakasi tashlash berishadi. Uzoq yaqindan keladiganlar osonroq topib kelishi uchun. Hamma lichenalar bo'lgan. Bular uje sag'im davrida bir mahallikka o'tkazildi. Yaqinda Xudo xolasa sutdan ham chiqariladi. Shu aytganimizdek 5-6 oylik atrofidagi bo'g'oz. Endi pachkani ko'rsangizchi hozir aka. Ikkita bir juft, bir xil juftlayman deganlarga shunaqasidan bor. Asli 3 ta. Bunimiz bundan ko'ra ham sal yirikroq. O'sha terisiga, qoniga 100 taligidan, hali g'urra bosh bo'lsin deganlarga qana o'sha sizlar aytgan g'urra. Shveysariyani tog'larida yurgan simentallarni kopiyalar. Yelin holatlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Trivesi ham anchagina borda bular. Mana ko'rib turganinglardek o'ta polvon. Sinaqda joydan garantiyalari bilan Xudo xolasa vodiy bo'ylab dastavkalar mutlaqo tekinga, vohaga bo'lsa kelishilgan holatda bu taraflarga ham dastavkalar bor. Sirg'alar quloqda. Mana tuyoq holatlari ham Xudo xolasa yaxshi holatda tuyoqlari ham. Bilasizlar, hali gribok degan rasvo kasallik bor. Lekin bular sog'lom. Fermaga kelsangiz, barcha turdagi mollar mavjud. Shved so'raganlarga shvedlar ham bor. Arzonroqlardan. Xullas, bu yerda har kuni mol bozor. Haftada 1 kun, 2 kun emas, har kuni bo'ladi. Xudo xolasa. Kelaverasiz, savdoni qilib, sistemni kerak bo'lsa sistemni. Lekin o'ta yuvosh mollar, ayol kishi qaraganga ham qiyinchiliklari bo'lmaydi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi uchalasi 64 milliondan xayri bor. Endi yana kelib qo'lni tashab baraka qilsanglar, Xudo xolasa yana ham xayrini o'tkazib beradi. Hozircha 64 milliondan deyapmiz. 5-6 oylik bo'g'oz. Hozircha sag'ilyapti bir mahal. Lichenalar bo'lgan, yeb ichish hamma yo'q, garantiyalari bilan. Eng katta plyusi bularni mana shu vesi. Hali arva holatdagi simental olmayapsiz. Vesi o'ta baquvvatidan. Tug'gandan keyin ham ancha vesi bilan vesini ushlab qoladi, Xudo xolasa. Kimga qiziq bo'lsa, videodagi aloqa nomerlariga aloqaga chiqishinglar mumkin. 24 ga 7 sotuv bo'limi ochiq sizlar uchun. Kanal yangi, like bosib qo'llab-quvvatlashni unutmanglar.
sizlar uchun fermalardan shunaqa zotli mollar chiqarib boramiz. Kommentariyaga yozib qo'yinglar. Hech bo'lmasa mana bu stiker tashlab qo'ysanglar ham YouTube uni algoritm bo'yicha manfaatli video deb ko'proq kishiga ulashib beradi. Shuning uchun like, podpiska biz uchun eng yaxshi motivatsiya bo'ladi. Salomat bo'linglar, vaqtingizga rozi bo'linglar.